qoidabuzarliklar 1 oydan kechiktirib chiqarilsa, jarima qo'llanilmaydi. Haydovchilar uchun yana bir yangilik. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda avtomatlashtirilgan foto va video vositalar yordamida qayd etilgan huquqbuzarliklar aniq sanab o'tilmoqda. Xususan, ular Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 13 ta moddasida nazarda tutilgan qoidabuzarliklar bo'lib, quyidagilar kiradi. Birinchisi, xavfsizlik kamarini taqmaslik, davlat raqam belgisini yechib olish hamda tegishli bo'lmagan boshqa raqam taqib qo'yish. Ikkinchisi, transport vositalarini trotuarlarda, velosiped yo'laklaridan, yashil maydonlardan yurg'izish, yo'l belgilari talablariga rioya qilmaslik. Navbatdagisi, boshqarish vaqtida telefondan foydalanish. Keyingisi, tezlikni oshirish. Navbatdagisi, svetoforning taqiqlovchi signaliga rioya qilmaslik, to'xtash chizig'ini bosib o'tish. Navbatdagisi, maxsus transport vositalariga xalaqit berish, avariya holatini yuzaga keltirish, yo'lning qarama-qarshi yo'nalishiga chiqish. Keyingisi, to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish. Avtobuslar uchun ajratilgan tasmada harakatlanish, quvib o'tish qoidalarini buzish, yo'l bezorligi, guruh bo'lib harakatlanish, temir yo'lda o'tish qoidalarini buzish, transport vositalarini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxslarga boshqarish. Yuqoridagi qoidabuzarliklar kamera va radarlar orqali qayd etiladi. Shuningdek, agar endi kamera orqali qayd etilgan qoidabuzarliklar 1 oydan kechiktirib chiqarilsa, jarima qo'llanilmaydi.